Trend. Men hozir ashula qo'yaman. Sen ashulani nomini yoki kim aytganini topishingga to'g'ri keladi. Mantiqqa qaramay. Yo bilasan, bilmasang bilmading. Bu trendda. Ketdi. Birinchi ashulani qo'yamiz hozir, qarama. Ikkinchi ashulaga o'tamiz. Uchinchi ashula sal qiynalasan, ha? Sal qiynalasan, chunki yengil ashula, nima trend bo'lib ketadi ashula. To'g'rimisan? Ketdi. Tekstini yaxshilab eshitsang kim 2020-yildik yanvar esimdan chiqmaydi tanishganmiz muzlab qolgan qalb erishib boshlagan ertasiga xayollarim band yoningda bo'lgim kelardi doim hammadan asrab maktabda o'qirdim institutda necha marta blok bo'lganman urushib keyin yarashardik 10 minutda bugun qo'limda san uchun bir buket oqatir gullar ko'nglinga yo'l topganman esimda bitta atir gulda 2024da merimi iyunda Turkiyada oq kiyimda sevgi tarixi shu kundan barmog'ingga uzuk taqdim 11-noyabrda bo'ldi to'y qarab bugun shu sanaga rovna bir yil bo'pti tabriklayman ikkimiz ana shu yil bilan tabriklayman ota-ona bo'lganimiz bilan hamma dardlarimni unutaman san bilan asalim shamsiyam bilan so'z beraman ko'zlaring har doim baxtdan porlashiga axir bitta kulishing yetadi baxtli bo'lishimga sevgimga ta'rif bersam yetmayapti harflarimga daftarimda bo'sh joy ishonasanmi gaplarimga asragayman hammadan o'zimni gulim feruzam osmonlargacha yetadi sevishimni gapirsam yonayman hammadan o'zimni gulim feruzam osmonlargacha yetadi sevishimni gapirsam osmonlarda parvoz etaman kulishingni ko'rsam hamma dardlarimni unutaman yoningda bo'lsam asragayman hammadan o'zimni gulim feruzam osmonlargacha yetadi sevishimni gapirsam osmonlarda parvoz etaman kulishingni ko'rsam hamma dardlarimni unutaman yoningda bo'lsam ashula qalay ashula sana ashula bu tekst bu o'sha sen qidirgan asror o'zi bu tabriklayman